Azizam, qanchadan qancha jononalar siz qalbini zabt eta olmay zor yig'lashgan. Lekin men faqat sen bilan bo'lmoqchiman. Sen hayotim mazmunisan, ko'rkam ko'zlarim nurisan. Xo'sh, men bilan turmush qurishga rozimisan? Sidney, qayerdasan? Bu yerda ben. Seni kutayotgandim. Seni kutayotgandim. Men bilan... Sid, gapingni bo'laman. Sen bilan xayrlashamiz. Nima? Axir hayotimizni rejalashtirib qo'ygandim. Nikoh kechamizni, farzandlarimizni. Oyjon, dafn marosimigacha. Ishlar qalay? Mashoqlarni ham aytib qo'yganman. Yo'q, hozir emas. Esing joyidami? Axir bir marta uchrashdik xolos. U ham bor yo'q 14 daqiqa. Shunaqami? Vaqt o'tganini sezmabman. Ilojim yo'q. Uzuk yoqdi, ammo baribir istamayman. Sen kasaltang. Nega meni haqorat qilyapsan? Darvoqe, suratingda chiroyliroq ko'ringanding. Men bo'lsam laqqa tushib o'tiribman. Freni, bu muammoni hal qilamiz. Shuning uchun ketmoqchimisan? Voy!